Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, mana shu datchiklarni ko'rib turibsizlar, bularni tez qo'yib turamiz akalar. Mana shu sensorli datchiklar bor-ku, bular informatsiyani realni ishlab bermasligi bu katalizatorga bog'liq. Katalizator to'lgandan keyin vyxlop vaqtida chiqib keta olmagan hisobiga испарительga qarab горячий грязный dul ketadi. Короче, o'shani hisobiga испаритель deb bilasizlar, map datchigi ham, zaslonka ham, холостой ход datchigi ham, chek datchiklar hammasi mana shu испаритель atrofida bo'ladi. Shuni hisobiga ifloslanadi. Bu ifloslangandan keyin akalar informatsiyani to'g'ri bera olmaydi. Shu bilan bizani mashinamizni kompyuter aldanadi va o'z buyruqlarini realni bera olmay qoladi. Bu yerda datchiklar akalar, masalan, eng asosiysi mana shu mashinani kaltini buragan vaqtimiz, jig-jing qilgan vaqtidagi birinchi sensorli datchik katalizator datchigi bo'ladi, bilasizlar. Uni datchikni